Oyi chakiblar tuqqanda sani uchun chakagin baland. O'chir ovozingni. Bor ketgan. Ketaveramana. Bola men bilan qoladi. Siz bilan qoladi. Bola sen bilan qolmaydi. Men siz bilan qolarkan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom bolajon. Ichkariga kiring. Ichkariga kirib nima qildim? Vayron bo'lgan uyda mehr, muhabbat, tinchlik, totuvlik, baraka hammasi mana shu ochiq turgan eshigidan chiqib ketdi. Kuzatib qo'ydim. Qo'limni silkitdim. Bu uyda nima qoldi? Farzand deysizlarmi? Qani, qo'lingni berchi bolam. Bolam, bu senga va sen orqali ota-onangga. Sen bu tomondan ushla. Siz ham ushlang, kelin. Endi eshikdan ketib ulgurmagan bitta imkoniyat. Endi ketinglar. Kelin, siz ketmoqchimidingiz? Ha, sen hozirgina xotiningni shu uydan haydab turgan eding. Ketdim. Bo'lsa birgalikda qo'yib yuboringlar. Yuborsam o'g'limga og'ir bo'tadi oyijon. Senchi qo'yib yubor. Qo'yib yubor, bolangni joni og'risin. Men ham qo'yib yuborsam joni og'riydi. Shovqinlaringlardan, o'rinsiz janjallaringizdan sho'rlik bolamni qulog'i og'riverib, endi og'riqni ham his qilmay qoldi. Nima qilay? Men ketaymi? Istasanglar, men shu bolani o'zim bilan olib ketishim mumkin. Mana endi birgalikda tortinglar, keyin qo'yib yuborlaring. Ha? Nimaga jim turibsan? Siz nimaga jim turibsiz? Oyijon, kechiring. Endi oxirroq bo'lishga harakat qilaman. Oyijon, biz tushundik. Bizani kechiring. Boshqa urushmaymiz. Tushungan bo'lsangiz bo'ldi. Munozaraga o'rin yo'q.